Bugun sizlar bilan muhim mavzu haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Yer jim, ammo u bizga har kuni signal yubormoqda. Quruq dalalar, eriyotgan muzliklar, og'ir havo bu tasodif emas. Bu iqlim o'zgarishining achchiq haqiqatidir. Harorat ortmoqda, dengiz sathi ko'tarilmoqda. Odamlar o'z joylarini tark etmoqda. Hosil kamaymoqda. Bular kelajakdagi xavf emas, bugunning voqeasidir. Biz har kuni yer bilan jangdamiz va bu jangda biz yutqizyapmiz. Jozef Romm, iqlim bo'yicha yetakchi mutaxassis. Uning Iqlim o'zgarishi nomli asari iqlimga doir muammolarni ilm-ma'rifat, siyosat va insoniylik mas'uliyati tomonidan yoritib bergan. U barcha haqiqatlarni oshkor qilgan va yechimlarni ham bergan. Jozef Rommning Iqlim o'zgarishi asari. Iqlim uchun barchamiz javobgarmiz.